Har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish jarayoniga Aksiyadorlik tijorat Asaka Bank o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Sergeli tumanida faoliyat yuritayotgan oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazini bunga misol sifatida keltirishimiz mumkin. Bu yerga yosh oilalar kelib, mutaxassislar bilan maslahatlashishlari, taklif etilayotgan imtiyozlar haqida ma'lumotga ega bo'lishlari, bundan tashqari shu yerning o'zida barcha zarur hujjatlarni rasmiylashtirishlari ham mumkin. Tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lganlar ko'pincha ishlab chiqarish uchun zarur asbob-uskunalarni qayerdan olishni bilmaydi. Shuning uchun tuman hokimiyati, Savdo-sanoat palatasi va Asaka Bank bilan hamkorlikda oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazi hududida mini texnologiyalar ko'rgazmasi tashkil etilgan. Ish o'rinlari yaratish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha Savdo-sanoat palatasi tumandagi banklar bilan hamkorlikda shu markaz faoliyatini ishga amalga oshirildi. Hozirgi kunda shu mini texnologiyalar asosida uyda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha mini texnologiyalar olib kelingan namunalar shu yerda bank xodimlari bilan rasmiylashtiriladi. Bir so'z bilan aytganda, Asaka Bank erishilgan ishlarda to'xtamay tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashda davom etadi.